Kapalaklar bilan o'ynashib, sho'xliklari manhardek toshib. Kapalaklar bilan o'ynashib, sho'xliklari manhardek toshib. Necha fasl, necha yil oshib, bolaligim seni sog'indim. Bolangizni boshi shu qadar ko'p terlasa, har kuni kiyimlari nam bo'lib ketsa, buning asosiy sababi ikkita bo'lishi mumkin. Birinchisi, bola organizmida kalsiy va vitamin D kamligi, ikkinchisi esa bolaning kamqonligi. Hurmatli onalar, agar sizning farzandingizda ham quyidagidek ikkita belgi kuzatilsa, bu xavfli belgi hisoblanadi. Bolangiz albatta kalsiy va vitamin D kamligiga qon tahliliga tekshirilishi shart. Qanday qilib uy sharoitida juda tez vaqtda kalsiy va vitamin balansini to'g'rilash mumkin? Bu haqdagi video darslikni qo'lga kiritish uchun kommentariyda plus belgisi qoldirasiz va ushbu videoimni 3 ta farzandi bor dugonangizga yuborib qo'yasiz.